Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz o'tgan safar Samarqandga kelib, Jamshid akam bilan Zafar akamizni kelgan edik. Termosdan ustanovka qilib, ishni tugatib, syomka qilganimizda ovozimiz chiqmay qolgan edi. Shuning uchun bu videoni qo'ymagan edik. Hozir mana keldik. Yana hozir Chipostanovgida ozgina muammo bo'lgan ekan. Shu bitta bolti bo'shab 90 ga qaytmayapti turgan ekan. Hozir ularni to'g'rilab berdik. Berib turgan Jamshid aka o'zim, Zafar aka o'zim ham, Zafar akam. Mana shu termopress qo'yib berganmiz. Mana choq stiklarini ko'rishinglar mumkin. Bemalol. Endi ba'zi bir akalar aytishyapti, men o'zim ham aytayapman Zafar aka, buni orqasini ikkita uradigan qilib bersa bo'lmaydimi deyapti. Akalar mana shu bitta urilgan. Bitta urilganda mana shu holatda xudo xolasa chiqqan natijamiz. Endi o'zinglar uyog'i baho berish o'zinglardan. Xohlasanglar unaqa ikkita uradigan desanglar ham xudo xolasa u ham bo'ladi. Lekin o'zi aslida haqiqiy konkretni keltirib beriladigan bo'lsa, mana shu narsani, to'g'rimi Zafar aka? Mana konkretni, hali standart bo'yicha bitta urganda mana shunaqa qilib keltirib beramiz xudo xolasa. Endi biz uni hali ikkita toshli qilib beramiz va ikkita uradigan qilib beramiz deb aytolmaymiz. Va'da bera olmaymiz unga. Lekin xudo xolasa u ham bo'ladi. Sekin-sekin bo'ladi hammasi. Mana qanotimizni ham, stiklarini ko'rishinglar mumkin, bemalol. Oldi ham, orqasi ham, xudo xolasa orqasini ham aylantiraylik. Mana orqa tomoni ham, old tarafi ham. Akalar e'tibor beringlar, bu mana bir dona urilgan. Bunaqa 3 ta, 4 ta, 2 ta, 5 ta urilmagan. Mana bu ham xuddi shunaqa, mana oldi tarafi bitta urilganda chiqqan natija. Endi bu yog'iga mana o'zingizlar xudo xolasa baho beraverasizlar. Xohlasanglar ikkita uradigan deb ikkita uradiganni olinglar. Xohlasanglar mana zavodskoy holatda bitta urganda keltirib beramiz. Xudo xolasa, olasanglar buni olinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz unaqa qilib beramiz, bunaqa qilib beramiz emas, konkretni standart bo'yicha shu bitta urganda keltirib beramiz. Biz shunisiga javob bera olamiz. Haqiqiy usta o'zini standart bo'yicha qilib bera oladi bu narsani. Qolganlarni bilmadim. Hammaga rahmat, xudo xolasa keyingi manzil sizniki bo'lishi mumkin. Zafar aka, yoqdimi aka? Nima deysiz? Yaxshi, zo'r, stiklari yaxshi keldi. Stiklari keldi. Chipostanovgiz ham xudo xolasa bo'ldi aka. Tanogan bo'ldi. Endi xudo xolasa payka stanogi bor ekan, hozir shunisini ko'rib qaytamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi safar sizlarda ham sexlarda shunaqa stanoklar bo'lsin.